Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Jo'xa Kod kanalidasizlar. Xo'sh, akalar, bugun biz CSS ikkinchi dars, общий 7-chi dars, CSSda ikkinchi darsimiz. Xo'sh, akalar, bugun biz o'rganadigan narsalarimiz e, rang bo'yash, 3-4 xil uslublar, orqa fonga rasm, gradient, yana rang berish, shunaqa narsalar. Ranglar va fonlar bilan ishlashni o'rganamiz. Boshlasak, masalan, eng oddiy misol, любой bir nimada, saytda rang tanlash bu eng asosiy ish, eng muhim vazifa. Xo'p, CSSda rang berish usullari 3 xil. Mana men 3 ta nima yaratib oldim. 3 xilni farqini ko'rsatish uchun margin berganim sabab bu tashqi masofasini ochib qo'yadi. Ya'ni kuzatib o'tib ketsam, mana bundan 20 piksel, 40 piksel общий oraliq masofasi bor. Bu yerda ham 40, bu yerda ham 40. Bu yerga kelsak, color bersak, rang berishi 3 xil usuli bor. Oldin aytib o'tib ketay. Rang berish 3 xil usuli bor. Bu nom bilan rang nomi RGB подсветка, EGB и hexadecimal. Hozir hammasini ko'rib o'tib ketamiz. Color. Birinchidan bersak color. Rang nomi masalan red. Ketdi mana bu red bo'lib turadi. Xo'p. Keyingiga color deb bersam, bizda RGB bor. RGB qanaqa yoziladi masalan mana ichida red, green, blue yoki qanaqa bu naqshak. Ana biz bu yerga 0 desam, bu yerga 125. Hop, yangicha nima qilamiz? 255 yozamiz. Mayli, любой bir son yozsak, mana bizada chiqib keladi ko'k rang. U ko'k rang rusga yozarsak-chi? Yo'q. Bir xil ko'ruvchi. Keyingisi bu hexadecimal. Hexadecimalni ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak. Masalan, ular uni ko'p ko'rish, qanaqa ko'p ko'rish? Mana shu reshetka и masalan F4, F4, F4. Mana. Bu mana oq. Короче, rangi shunga. Keyin bizda bor 000. 3 ta 0 bu qora rang. Masalan, B5, B5, B5. Endi bu faqat mana shunaqa ranglardan iborat emas. Uni har xili bor. Mana hexadecimalni hali vaqt kelganda ko'rsa bo'ladi. C, F, C, F, C, D. D, C. O'zgarmadi. S, F. Uni qaranglar. Bunaqa ham ranglar. Masalan D3, D3, D3. Qoradan sal farq. Faqat mana shu rang chiqdi. Bu sal qizilroq rang bo'ldi. Qaraychi, mana rang berish 3 xil usuli bor. Bu bir misol bilan endi chiqib ketamiz. Endi bizda orqa fon. Orqa fonni 2 xil usuli bor. Orqa fonda yo'q, 3 xil bunda ham. Oddiy rang qo'yish, gradient va rasm. Oddiy rang endi background image qo'yib ketilsa bo'ladi, ammo buni misoli bor mana bu yerda. Просто body'ga men background color deb rangini 3 xil ko'rinishda boyagidek yozib ketsanglar bo'ladi. Qolganlar bunga RGB bersa hozirga yo'q. Keyin bizda RGB A degan tushuncha bor. Mana RGB bu to'g'rimi?
Bizde de RGBA var. Bu ko'rimsiz ko'rimliligi. Sal shaffofroq bo'lsa, bu ko'rimsizroq bo'lib qoladi. Yoki yoshini qarang. Hozir bunday qilsam, вообще boshqa rang bo'lib qoladi. Yo'q rang. Bilan bu boshqa rang. Короче, ana shunday farqi bor. Xo'p, bunga background linear gradient mana linear gradient mana boshqa narsa linear gradient yozadigan bo'lsam hop bizada to right degan tushuncha bor. To right. To rightdan albatta virgul keyin masalan yozsak right nima yoziladi unda manimcha hesablashtani yozsak nima bo'ladi f nechta kerakmi orange bo'ldi. Xo'p, yana bitta virgul keyin F degan rangimiz bo'lgan oppoq bo'lib qoldi-ku. Oppoq qoldi bu. Nima deb yozsam F7 B deb yozamiz mana. U bir rangga aylandi. Endi buni tekshirsak bizada laniyagini bu yoqqa o'tgan sari bu nima bo'ladi? Endi biz boshqacha rang yozamiz bu yerga. Yozamiz. Ishlaydimi? Ishlaydi mana qizimda. Yozib black yozib ko'ramiz. Hoppa. Mana qora qizil mana beshtaga farq bor. Bu yerga yana bitta rang qo'shsa bo'ladi. Masalan, blue ketdi. Qora, ko'k, qizil. Yana rang qo'shamiz. Green bo'ldi. Wow. Bu yerda avtomatik sarg'ish rang yaralib ketdi. Endi yashil bilan qizilni qo'shganda o'shanaqa rang chiqib ketadi. Endi bu yerga sariq ham qo'shsa bo'ladi. No, mana shuni o'zi yetadi deb o'ylayman. Bu yerda nimaga bu? Margin bergan. Tashlaymiz. Mana короче, mana boshladi gap. Hop. Keyin imajga kelsak, imajni qaysi yo'l bilan qo'yganimiz qulay. Bu yuklab olib keyin qo'yamiz. Deb o'ylaymiz. Kartinga bo'lmaydi bitta kartinga qo'ysak. Web-based. Muzika, pogoda, kinopoisk, email, Wikipedia ham bor даже. Wallpapers. Photoshop. Yandex. Ay, короче, stop. Bitta bo'lishi kerak, aniq. Pochta karta market. Короче, qo'shganmiz. Mana yaru image. Masalan, mana shu rasmni olaylik. Buni backgroundga qo'yishimiz kerak. Sketch qilib olishimiz kerak. Saqlaysiz bo'ladi. O'zimni papkamga mashcha saqlaymiz qilaveramiz. Xo'p, keyin stylga o'tamiz va buni kommentariy qilganim sababi bu rasm bilan kelish olmay qolishi ham mumkin. Bu yerga background image URL ichida yozishinglar kerak. URL ichida yozmasanglar bu bo'lmaydi. Hop, hozir endi buni
Voy rasm qarang. Şimdi yo'q. Mana bu rasmni o'tirib yo'lga tashiymiz. Hop, endi indeks 2ga kirib, yo'q, style'dan ko'rmoqchi edimiz. Ctrl plus i rasm. Hop, biz tekshirsak, bu rasm yo'q. Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Do'stlar, nimaga yo'q? Hop, bularni hammasini kommentariy qilib turamiz. Hop, Abramovich. Buni ko'rsak. Hop, ana qo'shildi. Hop, keyingisiga o'tsak. Qarasak, bu juda katta bo'lyapti. Buni size deymiz. Qo'yib qilamiz. O'rtacha keladi. Keyin bu Nito joylashgan. Ya'ni o'rtada emas, shuning uchun center beramiz. Endi o'rtada bo'ldi. Hop. Endi bizda bo'ldi, menimcha men snake qilib tushuntirib o'tib ketsam. Background size cover bu masalan kommentariy qilsam farqini sezasizlar. Mana snake bo'lyapti. Bunaqa qilib qo'ysak bizga keladi. Ya'ni bu moslashtirib beradi desak ham bo'laveradi. Keyin background position. Mana bu tepada boshidan boshlanganda agar center qilib qo'ysak, mana shu hammasini o'rtasini ko'rsatadi bizga. Mana farqni sezishinglar mumkin. Xo'sh. Ben RGB'larni aytdim. RGB A shaffof font. RGB'da bizda yana bittasi bor. Opposite degan tushuncha bor. Opposite bu opposite'ni ko'rsak masalan 0.7 qilib yozib qo'ysam, saytdan tekshirsak, mana shaffof. Buni kommentariy qilib turib, bu yoqqa ko'rsam, mana farqni sezishinglar mumkin. Xo'p. Yana nima? Bo'ldi. Menimcha akalar bugunga yetadi. Darsimiz ham normalniy bo'ldi. Albatta bu faylni olmoqchi bo'lsanglar, men Telegram kanalimga o'tsanglar, albatta Telegram kanalimga tashlab qo'ygan bo'laman. Telegram kanalimga u fayl uchun emas, prosta obuna bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin Visual Studio'ni ham tashlab qo'yganman. Yana nima? Har kun premyera bo'lib turgan paytdan unga qo'yiladi. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yana hayotim balobatlar qiziqarli narsalar bor qaraychi. Xo'sh, bugungi darsimizda rang va fonlar bilan ishladik. Keyingi darsimizda CSS border va shadowlarni tushunib olamiz. Kanalga obuna bo'lib, kommentariy, layklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Savol va tushunmovchiliklar yo'q deb umid qilaman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.